Menga ikkita shashlik yetib tur. Mana ishdan chiqdim hozir. Voy. Voy. Ha? Men qanaqa yetishni ham bilmayapman. Nima bo'pti? Oyog'ini kesadiganga o'xshayapmiz. Nima? Voy, iflos. Shunaqa ham hazillashadimi? Qachon odam bo'lasan sen? Hech balo qilmagan. 2 hafta mashinada yursang o'tib ketadi. Senga qo'l-tu tayoq ham shart emas. Qanaqa yuraman men? Ishga borishim kerak. Ishim oshib toshib yotibdi. Vo, как раз. Mana. 2 hafta davomida Mashsani eng yaqin do'sting bo'ladi. Ushla. Ola qol. Bo'pti aka, rahmat. Yil bo'pti ya shu tashlaganimga. Vaqt o'tishini qarang ya. Rahmat. Baraka topinglar. Rahmat katta. Ovqatlaringiz sog'lamiz, doda. Rahmat. Sog' bo'linglar. Biz sizdan ko'p narsani o'rgandik. Rahmat. Doda, sizga rahmat. Ahmad Oltin jo'ja eshiklari har doim siz uchun ochiq. O'zi qovursangiz ham bo'lardi. Yo, yetadi. Bir agenti dam ola qolay. Bo'lmasa, tez kelib turing. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, doda. Bu bizdan hadiya. Rahmat bolam. Men ham sizlarni sog'inaman. Habibulla ishga ketdimi? Xayrlashmasdan ha? Keling. Bu yerda Adil Kadir o'tiradi. Ha, Abdulaziz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular yangi xodimimiz. Ismlari Oybek. Bugundan shu yerda ishlaydilar. Oldingizga olib, o'zingiz ustozlik qiling. Bo'ldi. Xo'p. Ishni yaxshilab o'rgatasiz, bo'ptimi? Yana o'zingizlar tanishib olasizlar. Bo'pti, boshlayveringlar. Xo'p, keling. Rahbarga bergan raqamlarim xato ketib qolgan ekan. Kechigilami? Nima bo'ladi endi? Yaxshi bo'lmabdi. Mayli, bu safar bo'ynimga olaman, tushuntiraman. Faqat keyingi safar sal e'tiborliroq bo'ling, Oybek. Aha. Rahmat aka. Xo'p, arzimaydi. Qani bukchi? Yaxshi? Bormi og'riq? Yo'q, og'rimayapti. Bo'ldi. Soppa so'sa. Turib. Marhamat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Hassa nima o'zi? Bu inson yiqilganida unga suyanchiq bo'ladigan, og'ir kunlarida esa uning hamrohi. Ko'rib turibsiz, bu katta loyiha. Agar vaqtida eplolsak, daromadi ham katta bo'ladi. Proyektga kimnidir sherik qilishingiz mumkin. Masalan, Abdulaziz. Har holda ustozingiz, ancha birga ishladinglar. Tag'in o'zingiz ixtiyoringiz. Chaqirib kelingmi? Yo'q.
kerak emas. Qale, yaxshimi? Yaxshi. Hasseni tasha bo'ldi. Nahotki inson oyoqqa turgach o'z hassasidan osongina voz kechib yuborsa. Nahotki bir zumda uning qadri yo'qolsa. Nahotki foydasi tegmay qolgach, u darhol unutilsa. Bo'pti, ketdik. Kerak emas. O'zim chaqirib kelaman. Mumkinmi? Keling. Yangi loyiha boshlagandik. Shunga sherik bo'ling demoqchi edim. Rahmat. Lekin men siz ham o'zingiz eplay olasiz-ku. Men botga kelganimda hech narsani bilmasdim. Siz barcha bilganlaringizni o'rgatdingiz. Bilimingizni qizg'anmadingiz. Siz sabab men shu darajaga erishdim. Keling bu yog'iga ham birga ishlaylik. Yonimda bo'ling, ustoz. İyi hadi, keling. Assalomu alaykum. Bir kundan beri vaqtli ketayotdim. Sizni bezovta qilgim kelmadi. Sababi sizga bitta surpriz tayyorlab qo'ydik. Surpriz? Hadi, shuncha yildan beri ishladingiz. Deyarli dam olmadingiz. Oilaviy sayohat qilamiz deb bilet tayyorlab qo'ygandim. Hammamiz maza qilib aylanib kelaylik. Endi hadi uydasiz. Faqat yo'dimiz. Onasi? Sizni yaxshi ko'ramiz hadi. Boringizga shukr. Umringdan baraka top, bolam. Yuroqqa. Yana hasseni olding? Bu menga qadrli bo'lib qoldi. Qiynalgan kunimda shu hassa kunimga yaradi. Shunga suyandim. Endi foydasi tegmay qolganda tashab ketamanmi? Yo'q. O'zim bilan olib ketaman. Senga yangisini olib beraman. Bo'pti, xo'p. Ketdingmi? Ketdik.